هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Naml tefsiri 32. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Naml suresi 32. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. O yani Bilqis etti. Ey uluğla, menin bu işimde məsləhət berinla. Siləni üstüde koymay durup hiç işini bekitkenim yok. Ula etti. Biz güçlük ve cengivarmız. İş senin ixtiyarındadır. Bizni nemege böriydiganlıqını oylap kögen. O yani Bilqis etti. Şübhisiz ki padişahlar birer şehirge hücum kılıp kirse onu harap kılıdı. Şehirnin mötver adamlarını öldürüş, esirge iliş ve sürgün kılış bilen har kılıdı. Ulamı şunda kılıdı. Men çokum ulağa soğuk evetimen. Elçilerinin nime haber ilip kilitganlıqı qarayman. Bilqisning devlet çoğunları bilen məsləhətləşiş doğrusida. Bilqis ulağa Süleyman aleyhisselamның xetini oxub berib, bu iş haqqında qandaq qilish doğrusu to'g'riliq məsləhət selish tariqasida mundaq dedi. Ey uluqlar, mening bu işimde məsləhət beringlar. Sizlarni üstüde qoymay turib hech ishni bekitkenim yo'q. Yani ezelden sizlar kelip bana bir yolunu kösetmegice hiç işini bekitkenim yok. Ula etti. Biz güçlük bir cengivar, biz güçlük ve cengivarmız. Yani ula Bilqisqa özlerinin sanının köplükini, tayyorliqlarının puxtuluqini ve güçlük ekanliklarini dedi. Hem bu işini qandaq bir taraf qilish, onun ra'yichi bo'ladiganligini ta'kidlab mundaq dedi. İş senin ixtiyorundadır. Bizni nemege böriydiganligini oylap görgen. Yani eğer sen Süleyman bilen uruş qilmoqchi bolsang, biz sana karşı çıkmaymiz ve onunla başqa çıkarmaymiz. Yani kelip iş senin ixtiyorundadır. Sen bizni nemege buyursang, biz şununla boysunumuz. İbn Abbas radıyallahu anhuma Bilqis şübhisiz ki padişahlar birer şehirge hücum kılıp girse onu harap kılıdı. Şehirinin mötver adamlarını öldürüş, esirgiliş ve sürgün kılış bilen har kılıdı digen idi. Allah Teala ulamı şundak kılıdı dedi. Bilqis Süleyman aleyhisselam bilen sülhi tüzmekçi, uruş qılmay her ikkili tarafning tinch yaşaşı üçün kelişim bütüşmekçi ve yarışmakçı bulup mundaq dedi. Men çoqum ulağı soğuk evetimen. Elçilerinin neme haber ilip keladiganlıqı qarayman. Yani o men Süleyman'a onunla münasip keladigan hediye evetimen ve onun cevabı qarayman. Ya o hediyeni qabul qilib bizga hücum qilmasligi yoki bo'lmasa bizga har yili seliq to'latishi mumkin. Agar biz seliq to'lasak, u biz bilan urush qilmasligi mumkin dedi. Qatada Allah Taala Bilqisqa rahim qilsin ve onundan razı bo'lsin. O İslam'a kirgen ve İslam'a kirishdan burunqi mushrik vaqtida nima degan aqlli. O hediyenin kishilarning ko'ngilida yaxshi ta'sir qoldiradiganligini tonib yetgan dedi.
İbn Abbas ve başkalar o adamlarga agar Sulaymon faqat padişahlar bo'lgan bo'lsa, hadiyani qabul qiladi. Bu chaqda uning bilan urush qilinglar. Agar u payg'ambar bo'lsa, hadiyani qabul qilmaydi. Bu chaqda uningga agishinglar dedi. Elçi Sulaymanның aldığı yetib kelganda Sulaymon aytdi: "Sizlar menga mal bilan yordam qilmoqchimi? Allohning menga berganlari sizlarning berganlaringlardan yaxshidir. Balki sizlar so'g'anglar bilan ko'ranglab ketsizlar. Sen qaytib ketgin. Ularning ustiga ular taqobil turolmaydigan bir qo'shin bilan cho'qim borimiz. Ularni yurtidan xor kemsitilgan holda cho'qim chiqarib o'tamiz." Evetilgan hadiya ve Sulaymon alayhissalomning bergan javobi to'g'risida Salaf ve başka köplagan tafsirshunoslar Bilqis Sulaymon alayhissalomga oltin, kumush ve unchuma rivoyatlardan bo'lib, nayt katta bir hadiya yo'llagan edi deydi. To'g'risi Sulaymon alayhissalom ular elib kelgan hadiyaga faqat qarab qo'ymagan ve uning ko'ngilmi bo'lmagan. Aksicha uningdan yuz o'rib ve ularning bu qilmishlarini ayıplab mundaq dedi: Sizlar manga mal bilan yordam qilmoqchimi? Ya'ni mening sizlarning shirik e'tiqodinglarga ve davlatinglarga çekilmasligim uchun sizlar men bilan mal orqali kelishmoqchimi? Allah'ın bana berganlari sizlarning berganlaringlardan yaxshidir. Ya'ni Allah Taala bana bergan padişahlık, mal, dünya ve askerler sizlar elib kelgan narsadan yaxshidir. Belki sizlar so'g'anglar bilan ko'ranglab ketsizlar. Ya'ni sizlar hadiya ve so'g'i salomlarni cho'ng bilib ketadigan odamlar ekansizlar. Ammo men bo'lsam sizlardan faqat ya islomni ve ya ki urushni qabul qilaman. Sen qaytib ketgin. Ya'ni sen ularning avatgan hadiyasini ko'tirib qaytib ketgin. Ularning ustiga ular taqobil turolmaydigan bir qo'shin bilan cho'qim borimiz. Ularni yurtidan xor kemsitilgan holda cho'qim chiqarib o'tamiz. Bilqisning elchisi uningga hadiyani ve Sulaymon alayhissalomning degan gaplarini ko'tirib borganda, u Sulaymon alayhissalomning gapiga kirib ve uningga bo'ysunib, bosh egib, Sulaymon alayhissalomni hurmatlab ve islomga ergishishni niyat qilib, askarlari bilan birga Sulaymon alayhissalomning qishig'iga mangdi. Sulaymon alayhissalom ularning bo'ysunib kelganligini bilib, xushal bo'lib ketdi. La ilaha illalloh. Sulaymon aytdi: "Ey ulug'lar, ular mening qishimga musulmon bo'lib kelishdan burun sizlardan kim uning taxtini elib keldi?" Jindan bo'lgan ifrit aytdi: "Men uni o'rningdan turishdan burun sana elib kelaman. Men uni elib kelishga albatta qodirman, ishonchlikman. Nazil bo'lgan kitobni cho'nqur biladigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya, uni men sana ko'zingni yumib ochqich elib kelaman" dedi. U duo qilib edi, taxt darhol oldida hozir bo'ldi. Sulaymon taxtning yonida turganligini ko'rganda, bu Rabbimning men qilgan ihsonidir. U shukr qilamdim ya tuzkorlik qilamdim, buning bilan meni sinidi. Kimiki shukr qiladigan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimiki tuzkorlik qiladigan, bilish kerakki, haqiqatan Rabbim
onun şükür qilishidin behojatdir. Allohning karimi kengdir dedi. Bilqisning taxti ko'zni yuvib ochqichi bo'lgan Allohda ilib kelinganligi to'g'risida. Muhammad ibn Ishaq Yazid ibn Romanning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bilqisning qishig'a elchilar yetib berib, Sulaymon alayhisalomning degan gaplarini yetkazganda, u Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, u podshoh emaskan. Undaq bo'lgan ekan, uning bilan urush qilishga bizning kuchimiz yetmaydi. Biz hergiz uning ustidan g'alaba qila olmaydi ekanmiz deb o'ylab Sulaymon alayhisalomga men sizning ishingizga va bizni chaqirgan diningizga qandoq din ekanligini bilib beqish uchun qishingizga qavmimning kattalari bilan kelyapman deb elchi avatdi. Bilqis o'zining yoqut, qosh tishi va marvoyatlar qadalgan podshohlik oltin taxtini 7 qat uyning ichiga solab ishiklarga qulub silib etishga buyurib, davlatni saqlash uchun o'z o'rnida qoldirgan odamga sen mas'uliyatingga olgan narsalarni va davlatimning taxtini yaxshi saqlagin, uning qishig'iga hech kim kirmasin va uni toki men qaytib kelguncha hech kimni ko'rmasin deb topilaydi. Ondan Sulaymon alayhisalomning qishig'i bormoqchi bo'lib, qo'l ostida necha mingdan lashkari bo'lgan 12 ming qo'mondan va davlat cho'nglarining hamrohligida Yamandan yo'lga chiqdi. Sulaymon alayhisalom ularning har kuni qayerdan qo'zg'alib, qayerga kelib tushganligi haqidagi xabarni elib kelish uchun jinlarni avatdi. Ular yaqinlashib yetib kelay deb qolganda Sulaymon alayhisalom qo'l ostidagi jin va insonlarni yig'ib mundaq dedi: "Ey ulug'lar, ular mening qishimga musulmon bo'lib kelishdan burun sizlardan kim uning taxtini elib keladi?" Jindan bo'lgan ifrit aytdi. Mujahid bu oyatning ma'nosi jinning kapsizi aytdi deganlikdir dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Solih u xuddi tog'dek cho'ng edi dedi. Men uni o'rnidan turishdan burun sana elib kelaman. Suddi va boshqalar Sulaymon alayhisalom hukm qilish, davlat ishlarini bartaraf qilish va tamoq yeyish uchun ertagandan boshlab kun egilgicha o'ltiratdi dedi. Men uni elib kelishga albatta qodirman, ishonchlikman. Ibn Abbas bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Uni ko'tarishga mening kuchim yetadi va uningdagi oltinlarga chiqilmayman dedi. Ammo Sulaymon alayhisalom men uni buningdan tez elib kelishni xohlayman dedi deganlik bo'ladi. Sulaymon alayhisalomning u taxtni elib kelishdagi maqsadi uni elib kelish bilan Alloh taolaning o'ziga noit katta podshohlik berganligini, o'ziga burun biror kishiga bo'ysundirib bermagan va keyinmi biror kishiga bo'ysundirib bermaydigan askarlarni bo'ysundirib berganligini ko'rsatish va uni elib kelganligini Bilqis va uning odamlari oldida o'zining payg'ambar ekanligiga dalil pokit qilish uchundir. Chunki Bilqis necha qat uyning ichiga qo'yib, qulub selib qo'ygan va saqlaydigan odamlarni o'rinlashtirgan taxtni shahridan u yetib kelishdan burun elib kelib bo'lish bo'lsa, mo'jiza xarakterlik odatdan tashqari bir ishdir. Sulaymon alayhisalom o'zining uni tez elib kelishni xohlaydiganligini aytganda nozil bo'lgan kitobni cho'nqur biladigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya uni men sana ko'zingni yumib ochqicha elib kelaman dedi. Ibn Abbas u Sulaymon alayhisalomning kotibi Asaf ibn Burxiya edi dedi.
Bu haqda Muhammad ibn Ishaq Yazid ibn Romanning shundaq deganligini rivoyat qildi. U kishi Sulaymon alayhisalomning do'sti bo'lib, ismi Azamni biladi. Qatada u insonlarning ichidan iymon etgan Asaf ismli kishi edi dedi. Nazil bo'lgan kitobni cho'nqur biladigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya uni men sana ko'zingni yumib ochqichi elib kelman dedi. Ya'ni u sen ko'zingni osmon tarafga ko'zing yetgan yergacha qaratqin. Sen narsalarni obdan ko'rib bo'lguncha taxt qishinga elib kelinib bo'ladi deb tahorat elib Alloh taologa duo qildi. Taxt şu hamanla keltirildi. Mücahid mındaq dedi. O adam ey katta ve keremlik Allah deb dua qilgan idi dedi. Sulaymon alayhissalom ve onun adamları taxtning özlerinin oldida turganligini ko'rib, bu Rabbimning man qilgan ihsonidir. Yani bu Allah Taala'nın man qilgan ne'matidir. O shukr qilamdim ya tuzkorlik qilamdim, buning bilan men sinadi. Kimiki shukr qiladigan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi dedi. Bu vaqtda Allah Taala mundaq dedi. Kimiki yaxshi ish qiladigan, foydasi o'zigidir va yomon ish qiladigan, zarrimi o'zigidir. Kimlarki yaxshi amal qilsa, o'zlari uchun oxiratda joy rastlaydi. Sulaymon alayhissalom sözünü davomlashtirib mundaq dedi. Kimiki tuzkorlik qiladigan, bilish kerakki, haqiqatan Rabbim uning shukr qilishidan behojatdir. Allohning karimi kengdir dedi. Yani Allah Taala bendiler ve ularning ibodatlaridan behojatdir. O o'ziga birarsi ibodat qilmasa-mu yana keremlikdir. Çünkü onun kattaligi başka birisiga qarashli emasdir. Bu vaqtda Allah Taala Musa alayhissalomning degan so'zini bayon qilib mundaq dedi. Musa o'z qavmiga: "Agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kofir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilch ziyon yetkazolmaysizlar. Çünkü Allah albatta hammadan behojatdir, madhiyalashga loyiqdir" dedi. Bu vaqtda İmam Muslim rivoyat qilgan bir hadis qudusida mundaq bayon qilindi. Ey bandalarim, sizlardan burunqi va keyingi insonlar va jinlarning hammasi yig'ilib bir taqvodor kishining qalbiga o'xshash bo'lib ketsanglarmi, mening ilkimdagi kichikkina narsani ziyoda qila olmaysizlar. Mening ilkimdagi kichikkina narsani ziyoda qila olmaysizlar. Ey bandalarim, agar sizlardan burunqi va keyingi insonlar va jinlarning hammasi yig'ilib bir buzuq odamning qalbiga o'xshash bo'lib ketsanglarmi, mening ilkimdagi hech narsani kamaytirolmaysizlar. Ey bandalarim, faqat amallaringlarni sizlar uchun saqlab qo'yman. Ondan uni sizlarga to'liq qaytirib beraman. Kimiki yaxshilikqa erishsa, Allohga shukr qilsin. Kimiki uningdan boshqaga erishib qolsa, faqat o'zidan ko'rsin. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Elhamdülillah. Yuqorida Sura Naml tafsiridan 40-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.